Ba'zi bir galogen va treklarimizni joylashtirib oldik. Bizada oshxonada o'z trapimiz bor, ya'ni trekovый ramka. Trek va ramka uchun bizaga burchak tarafini загрузка qilish kerak bo'ladi. Ставить dan загрузить семейство qilamiz va освещение papkasida угловой trek topamiz. Угловой trek открыть. Загрузка bo'ldi. Arxitektura, komponent bir burchaga qo'yib turamiz. Buni e'tibor bersa olovrang, chunki hali komitarak по размеруga trek so'zi yozilmagan. Ko'p yoqib olamizda. Ushlab, izmich kiramiz. Komitarak по размеруga trek deb yozib qo'yamiz. Tak markasini ham o'chirib qo'yamiz. Ana endi ramkamizni yig'ishni boshlasak bo'ladi. Trekdan sozlatelnal qilib 1,5 metrli variantini olamiz. Vertikal qo'yamiz buni. Razmer bo'yicha mana bu ikkita devordan bir xil masofada qochirishimiz kerak. O'zi deyarli markaziga tushibdi. Mana 69 dan qochdi ikkita chetdan. Vertikal 1,5, gorizontal 2,5 metrligini qo'yamiz. Mana bunaqasiga. Ana endi burchagimizni olib kelib, buni bu yoqqa surib qo'ysak bo'ladi. Bunisini bu yoqqa suramiz. Va buni o'zidan, ya'ni burchak ko'zidan ko'p yopib turib, bu yoqqa qo'yamiz. Bunaqa qilib umumiy ramkamizni yig'ib olamiz. Pastki qismga ham bo'tga va bo'tga qo'yib turib, align bilan ham buni bir-biriga yaqinlashtirib olsak bo'ladi. Mana. Endi bularni markazga joylashtirishimiz kerak. Devorlardan qancha qochayotganini tekshiramiz. Xo'sh, men bu yerda bitta narsani sezib qoldim. Bu yerda patologimizni mana bu oxirigacha kelishi kerak ekan. Pardani izi. Shuning uchun men buni o'chirib tashlayman. Alignda buni bunaqa zigzag obrazda qo'yamiz. Tabiiyki menga mana bu qism kerak emas. Patologga ham orqaga cho'zib olamiz. Va mana patolog vaqtinchalik berkitib turib, skrit element mana bu orqa tarafidagi karkasini bu yoqqa tortib qo'yamiz. Восстановить. Ana endi razmerni olib, bu chekkadan mana shu masofa ichida, ya'ni mana 610 va 150 masofasi orasida markazga joylashtirsam bo'ladi. Yoki bo'lmasa tekshirish uchun mana bu yerdagi ventilyatsiya chizig'ini ham tortib qo'yamiz har ehtimolga qarshi. Tak. Treklarimizni ham ushlab oldik. Endi buni chap tarafga 23 ga suramiz. O'shanda ikkita chetda 38 dan qolyapti va bu buni markaziga to'g'ri kelyapti. Chiroqlarni joylashtirib olishni o'zinglar bilasizlar qanaqa joylashtirishni. Так, endi lyustra, torshер biralarimizni qo'yishni boshlaymiz. Вставить, загрузить семейство. Подвесная люстра kerak bizga. Oshxonadagi lyustra подвесная открыть. Так, arxitektura, komponent va buni ham bunaqa markazga qo'yib olamiz. Bu qanaqa lyustra deydigan bo'lsanglar, aslida Maxdan import qilishi iloji bo'lmagani uchun obrazni yasalgan lyustra kokillari bor shunaqa. Hozir buni 3D da ham tik ko'ramiz, hatto markazga joylashtirib olganimizdan keyin. Bunaqasi markazga tushgan ekan. Demak, semistani o'zini chekirsam, mana bunaqa elementlardan iborat. Tabiiyki, bularning elementlari kokil bo'lib tushgan. Tepadan qaraydigan bo'lsak, mana bunaqa o'stirilgan element. Bu qanaqa yasaladi deydigan bo'lsak, alohida mana bu qismchasi yasab olingan. Keyin ikkinchi semestr metrическая sistema, tiповая модель на основе гранида. Oldin mana boks yasalib,
Mana razmerlarga solinganda, keyin uni ustiga mana bu elementlar probel bilan aylantirib, rotate qilib qo'yib chiqilgan. Bu qanaqa yasalgan desak, oddiygina elementni o'stirganmiz. Mana bu yerdagi создание переход bilan, ya'ni pastki secheniyani chizasizlar mana. Podskazkasi ham bor. Tepa secheniyani chizasizlar va birinchi figuradan ikkinchi figuraga o'tishni avtomatik o'zi yasab beradi. Keyingisi bizda torshер. Torsherni qo'yib olishimiz uchun pol planiga o'tishimiz kerak. Deylik, planirovkaga o'taylik-da. Planirovkamizni hali qilmaganmiz, bu darsga kelmadik. Mebelga o'ta qolamiz. Ставить, загрузить семейство. Торшер, открыть. Так. Komponent torsherimiz mana bu yerda turadi. O'zi ko'rinmayotgan bo'lsa ham осветительный приборga o'tsak mana bu yerda ko'rinib turadi. Bu patolog bilan kesishmayapti. Buni 3D'siga o'tadigan bo'lsak, mana polimizda chiroylikgina bo'lib turibdi. Buni qanaqa yasalganini ko'radigan bo'lsak, buni alohida dars qilib o'tirayotganim yo'q. Har bitta svetilnik yasalgani, chunki juda ham primitiv. Mana o'rtada o'q chizilgan va profil mana shu o'q atrofida aylantiryapti. Bu mana bu yo'li. Sozdaniyada вращение. Markaz chiziladi va figura chiziladi bitta. O'sha figurani o'zini o'qi atrofida, chizgan o'qi atrofida aylantirib beradi. Bu yerda kontur chizilgan bo'ldi, xuddi shunaqa qilib xolos. Ya'ni ortiqcha tushuntiradigan, qiynarli joyi yo'q. Mebel yasaganda ham bu elementlarni o'tganmiz sizlar bilan. Keyingi semistamizda mana bu yerda bizda devorda bra bor. Bu brani qo'yish uchun 3D videoga o'tib olamiz, chunki ramkalarni orasiga tushishi kerak. Ставить, загрузить семейство. Так. Bra Ash Home Lamp. Прихожая. Открыть. Va buni komponent orqali devorga qo'yamiz. Tak. Skryt liniyasi ya'ni ko'rinyapti. Botga bitta va bu yoqqa bitta. Balandligini 1800 qilamiz. Plan расстановка светильных приборов-da ko'rinyapti. Xo'sh, bularni biz markazga joylashtirib olishimiz kerak. Uning uchun devorni ko'rishimiz kerak. Videoid точкаlarga o'tamiz. 4-vid mana ko'rinishi va razmer olib markazga nisbatan to'g'rilaymiz. Hop, align orqali ham qilsak bo'ladimi? Da, align orqali ham to'g'rilab olsak bo'ladi. Сохранить. Keyingi semestrlarimiz bizda mana bu spalnyamizda подвесной люстраlarimiz bor. Ставить, загрузить семейство. Люстра подвесная, мастер bo'lishi kerak bizda shu yerda. Mana Silver Pendant Light. Открыть. Загрузка bo'ldi. Arxitekturaga o'tamiz. Komponent va mana bu qismni joylashtiramiz. Bunaqada bizda ikkita u yoq tarafida ham bor kravatda. Tak, devordan qochishi bu yoqda 35 va bunaqasi devordan qochishi 45. Bu qanaqa bra deydigan bo'lsak, 3D'siga bitta o'tamiz. Mana bunaqa osma bra, bu ham xuddi torsherga o'xshab o'zini o'q atrofida aylanadigan profil orqali yasalgan. Buni ham kirib ko'rsatamiz. Tak. Mana o'ch chizilgan va yarim profil chizilgan. Mana shu o'q atrofida o'zi aylangan. Juda ham oson. Buni ham o'zingizlar yasab ko'raman desanglar, semestani ichiga kirib, semestrlar sizlarga berilgan, takrorlab ko'rsanglar bo'ladi. Создать аналог. Va bunaqa mashasiga aylantirib turib, devordan chiqishini bir xil qilamiz. Va bu yoqdan qochgan masofasi o'zi avtomatik 45 ga tushibdi. Zo'r. Bu devorimizda brayimiz bor. Brani qo'yish uchun devor rushab
3D-vitga o'tib olamiz. Mana mana bu qismda ikkita chetni bra qo'yishim kerak. Ставить, загрузить семейство. Бра, поворотный светильник, мастер. Открыть. Архитектура. Компонент. Va bu yoqqa mana bramizani qo'yib yuboramiz. Buni qo'yib bo'lgandan keyin endi hadeb boshini burmasligi uchun to'g'risidan qarab olamiz, ya'ni sзади yuzani belgilab turib, mirrorga bosamiz, kopировать птичкani olib, o'ziga nisbatan aylantirib yuboramiz bunaqasiga. Va tabiiyki bu ham markazda bo'lishi kerak. Ikkalovini balandligi ushlab turib, уровень spesifikatsiya 1,5, balandligini 1200 deb qo'yamiz. Tak, bular ham joylashdi. Bu yoqdagi zonamizda ham bitta nimamiz bor, brayimiz bor. Makeup zona oldida. Bu bizda hozir devorni kesib yubordi menimcha. Boshqachasiga qaraymiz bu devorga. Sechение olib turib bundoq qilsak, mana bu devorga qo'yishimiz kerak. Polukapsulniy nimamiz bor. Ставить, загрузить семейство. Бра, полукапсула. Открыть. Arxitektura, komponent. Va bu yoqqa joylashtiramiz. Balandligini 1750 ta qilib qo'yamiz. Plan svetильных приборga olib, mana bu chiroqqa nisbatan markazini to'g'irlaymiz. Сохранить. Master sanu uzilimizda ham ikkita bra bor, ikkita devorda. Tak, buni ham 3D-vitga o'tib olib, загрузить. Бра, Master SU. Открыть. Mana bunaqa bra bor bizda. Yasalishi juda ham noodatiy. Tak, bularning balandligi 1600 da bo'lishi kerak. Расстановкаga o'tib, markaz bo'yicha joylashtirib olamiz. Shu brani ham yasashni albatta sinab ko'ringlar o'zingizlarda, chunki formasi biroz noodatiy. Bir, ikkinchidan ekstremistlarni ichiga kirib ko'rsataman. Qanaqaligi mana bunaqa o'stirilgan figura, ya'ni buni oddiy выдавливание orqali o'stira olmaymiz. Ikkinchi masala bu ham o'sha Maxdan import qilayotganda juda ham yomonlashib ketgan hisobiga primitiv tarzda Revitda modellangan. Ichiga kiradigan bo'lsak, bu boya ko'rsatgan sozdание mana bu переход orqali yasalgan. Faqat переходni pasti bu yoqda, tepasi bu yoqda yasalgan. Hatto eskiz bitta joyda turibdi, ya'ni bitta yuzida. Juda ham qiziq. Albatta kirib, tekshirib, o'zingizlar ham sinab ko'ringlar buni. Birinchi martadan uni o'xshamasligi nimasi juda ham katta, ehtimoli juda ham katta. David, endi mana bu devorimizda bra bor bizda. Ya'ni гостевой санузелda hali razvertkalarni оформленияsiga kirganimizda ancha zo'r bo'ladi. Shuncha yasalgan narsalarni, joylashtirilgan narsalarni ko'rib, razmerlab, ancha grafika bo'yicha tushunish yuzaga keladi. Hali unaqa razvertkaga kirmadik, sezgan bo'lsanglar, ozgina qoldi darslarga ham. Tak, bu yerda bizda bra sharik bor. Открыть. Komponent mana bunaqa sharikli ikkita brayimiz bor. Bularning balandligi biri 2200 da, ya'ni tepada, ikkinchisi biroz pastroqda 2000 da. Keyin bu yoqqa o'tib buni
devorga nisbatan surib olamiz. Ya'ni birinchisi mana buni ro'parasida turadi. Ikkinchisi bilan oradagi masofa 25 bo'ladi. So'nggi qo'yadigan brayimiz bu mana bu devorda, ya'ni gostivoy spalnyani devorida. Ставить, загрузить все место. Бра, лампатрон, net the wall. Открыть. Komponent. Buni ko'rinishi mana bunaqa. Buni balandligini 1200 ga qo'yamiz va devorni markazlashtirib qo'yishimiz kerak. Slevaga o'tib, в принципе bu dumaloq ekan o'zi. Naglas qo'llaveramiz. Hali razvertkada razmer qo'yayotganda buni to'g'rilaymiz. Xo'sh, demak, biza hamma lyustra, svetilnik va bra потолочный spotli, bittali, ikkitali, tirikovый sistema va tirikdagi chiroqlarni qo'yib, chiroqlarimizni 90% joylashtirishni tugatdik. Hali proyektni oxirida bitta ko'rib chiqayotganda podsvetkali o'rinlarni podsvetka bilan hali to'ldiramiz.